Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana bugun yukka keldik. San Antonio shahri, Texas shtatiga. Xudo xolasa US mail pochta olib ketishimiz kerak. Mana mashinamiz turibdi. Xudo xolasa 1,5 soat 1 soatlarda yo'lga chiqishimiz kerak. Bugungi havo juda dim bo'lib turibdi, havo bulut. Bugun mana 24-dekabr. Xudo xolasa yangi yil ham ozgina qoldi. Barchaga sog'lik, salomatlik, osoyishtalik, o'ylagan yaxshi niyatlarga Allohim o'zi yetkazib yursin. Umrlar uzoq bo'lsin, tan jonlar sog' bo'lsin. Barchaga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Kuninglar xayrli bo'lsin ilohim. Omadinglar bersin. Rahmat. Hozir mana mail ortyapmiz. US mailga kelganmiz. Yuk olib ketishimiz kerak. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, salomatmisizlar? Ilohim kuninglar xayrli bo'lsin. Kecha dam olish kunimiz edi. Mana bugun Xudo xolasa kechqurun soat 8 da yo'lga chiqamiz. Bugun mana Fatima bilan o'tirib ozgina meksikanskiy taomga kelgandik. Xudo xolasa mana meksikanskiy taomlardan takodan Xudo xolasa choy ichib kechqurun yo'lga chiqishimiz kerak. Kelayotgan yangi yillar bilan hammaga sog'lik, salomatlik, osoyishtalik tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Hammani boriga shukur. Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana Xudo xolasa Phoenix, Arizonadamiz. Soat 8 bo'ldi. Mana hozir endi yukimizga keldik. Yukimizni olib Dallas, Texasga ketishimiz kerak. Xudo xolasa. Mana mash treyler olib ketamiz. Mana H15 025 treylerni Dallasga olib ketamiz. Xudo xolasa biz bilan qolinglar. Tan jonlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin do'stlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa mana soat ham 7:30 bo'libdi. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsa mana yukka oldik. Endi Phoenix, Arizonadan Dallas, Texasga yo'l olyapmiz. Mana treylerimiz ham tayyor. Xudo xolasa barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz, umrlar uzoq bo'lsin. Hozir treylerni tekshirib olamiz, plombalarni, shu bilan yo'lga chiqamiz. Aziz do'stlar, mana Xudo xolasa yukka oldik. Mana endi yo'lga chiqib ketyapmiz. Xudo xolasa mana Dallasga qarab yo'l oldik. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib qo'yinglar. Harakat qilamiz bundan ham yaxshi Xudo xolasa videolar qo'yishga. E'tiboringiz uchun rahmat qadrdon do'stlar. Umrlar uzoq bo'lsin. Ilohim barchani borlariga shukur. Kelayotgan yangi yillar bilan Xudo xolasa hammaga sog'lik, salomatlik, yurtimiz, O'zbekistonimiz, butun dunyomiz gullab yashnasin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammani xonadoniga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Qadrdon do'stlar, aka, opa-singillar yaxshi kunlarda, sog'likda, salomatlikda ko'rishib yuraylik. Musofirchilikda yurgan hamma do'stlarga katta salom. Vatanimizga, O'zbekistondagilarga ham, butun dunyodagi qadrdon do'stlarga katta salom, umrlar uzoq bo'lsin. Bugun havo juda ham zo'r Phoenix, Arizonada. Kun issiq. Mana Dallas, Texasga qarab yo'l oldik. Soat ham mana ro'parasi 8 bo'libdi.
hozir kechasi bilan haydab xudo xolasa ertaga soat 5larga yetib borishimiz kerak. Kechki paytlarga. Tan jonlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Xudo xolasa sog' bo'linglar, oltin kela. Har doim qo'limiz ko'ksimizda. Tabriklaymiz, umrlar uzoq bo'lsin ilohim. Lazzaga, hoy deb qo'yib, butun O'zbekiston qarab turibdi sizlarga. Yana qo'sha qaringlar. Xudo umrlar uzoq bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa. Ilohim. Mana Akbar akam basli keldi ekan, qilishlik bo'lib ketgan. Oilalari bilan lazim ekan o'tiribdilar oilalar.